yuzingizda bahor kelishi bilan har xil muammolar, poralar, yuzingizdagi dog'lar bilinishi boshladimi? Sizga Oriflame mahsulotlaridan Navich 50+ mahsulotimiz yordam beradi. Bu yuzimizdagi poralarni yopishga hamda yuzimizdagi dog' bo'lsa, dog'larni oldini olishga, tushgan dog'larni ketkizishga yordam beruvchi quyoshdan saqlovchi 50+imiz bizga muammolarimizni bartaraf qilib beradi. Hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, bitta upakovkasini musorga tashladim, chunki bu o'tgan yil ishlatganman va u kremim tugadi. Yangi upakovkasini sizlar bilan birgalikda ochib, sizlarga qanaqa effekt berishini hamda yuzimizni oqartirib berishini ko'rsatish uchun sizlarga video tayyorladim. E'tibor beramiz qizlar. Yuzimizga sustaganimizda yuzimizda tiniqlik, oqliq, oqarishliq holati yuz beradi. Chunki bu kremimiz yuzimizdagi muammolarni oldini olishdan tashqari, yuzimizni oqarishiga ham yordam beradi. Oq krem bo'lganligi uchun quyoshdan juda ham zo'r himoya qilib beradi. Tavsiya qilaman qizlar, Oriflame kompaniyasi Navich 50+ni ishlating. Bahor oyida yuzingizda har xil muammolar kelib chiqishini, yuzingizdagi muammolarni oldini olib, chiroyli tiniq yuzga ega bo'lishingizga yordam beradi. Videoga e'tibor beringlar, hech qanaqa effekt yo'q. Oddiy kamerada sizlar uchun video qilib tayyorlab berdim. Tavsiya qilaman, o'zingizga ehtiyot qiling, quyoshdan saqlaning.